Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men siz bilan juda muhim, hatto shoshilinch mavzu haqida gaplashmoqchiman. Bu masala har birimizga tegishli va agar siz hozir bu videoni ko'rmayotgan bo'lsangiz, bilib qo'ying, katta muammoga duch kelishingiz mumkin. Oxirgi paytlarda uyma-uy yurib tekshirishlar, jarimalar yozish holatlari keskin ko'paydi va bu qonuniymi? Agar sizning eshigingizni taqillatsa, nima qilish kerak? Kimga eshikni ochish kerak, kimga esa aslo emas? Ushbu savollarning barchasiga batafsil javob beraman. Shuning uchun bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling, chunki har bir daqiqa muhim. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'ling, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying va videoga like bosing. Shunda bu muhim ma'lumot boshqalarga ham yetib boradi. Endi asosiy muammoga o'taylik. Avvallar bizning xalqimizda uyga kelgan mehmon aziz degan tushuncha bor edi. Ko'pincha qaysidir xizmat vakili yoki mahalladan odam kelsa, biz darhol eshikni ochardik. Hatto kimligini, nima maqsadda kelganini aniq bilmasak ham. Bu odatiy hol edi. Ammo hozir zamon o'zgardi, qonunchilikka ham, amaliyotga ham bir qator o'zgarishlar kiritildi. Agar ilgari uyga kirish asosan jiddiy jinoyat ishlari bilan bog'liq bo'lsa yoki kommunal xizmatlar xodimlari nazorat ishlari uchun kelgan bo'lsa, hozirda bu tekshiruvlar doirasi sezilarli darajada kengaydi. Gap shundaki, oxirgi paytlarda turli davlat organlari va tashkilotlari xonadonlarga tashrif buyurib, bir qator masalalar bo'yicha tekshiruvlar o'tkazishni boshladi. Bular nafaqat kommunal xizmatlar, balki ichki ishlar organlari, soliq idoralari, hatto mahalla faollari tomonidan o'tkazilayotgan tekshiruvlar ham bo'lishi mumkin. Eng achinarlisi shuki, ko'pincha bu tekshiruvlar jarayonida fuqarolarning huquqlari buzilmoqda, norin jarimalar qo'llanmoqda va ba'zida qonunsiz harakatlarga yo'l qo'yilmoqda. Mana shu vaziyatda har bir fuqaro o'zining uy daxlsizligi huquqini bilishi va himoya qila olishi shart. Keling endi eng asosiy qismga, ya'ni bu vaziyatda nimalarni bilishingiz kerakligi, kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar ortiqcha xavotir olmasligi haqidagi batafsil ma'lumotlarga o'tamiz. Avvalo esda tuting, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 27-moddasiga ko'ra har kimning uy-joyi daxlsizdir. Hech kim sudning qarorisiz va qonunda nazarda tutilgan asoslarsiz uyga kirishi, tintuv o'tkazishi yoki uy-joyini ko'zdan kechirishi mumkin emas. Bu sizning asosiy va ajralmas huquqingiz. Demak, sizning ruxsatingizsiz yoki qonuniy asoslarsiz, hatto eng yuqori martabali amaldor ham sizning uyingizga kira olmaydi. Bu tamoyilni har doim esda tuting. Kimlar eshigingizni taqillatishi mumkin va ular qanday vakolatga ega bo'lishi kerak? 1. Ichki ishlar organlari xodimlari. Politsiya xodimlari sizning uyingizga kirishga haqli bo'lishi uchun odatda sudning tegishli ajrimi yoki orderi bo'lishi shart. Bu jinoyat ishi doirasida tintuv o'tkazish uchun yoki qidiruvdagi shaxsni aniqlash uchun bo'lishi mumkin. Agar shunday hujjat bo'lmasa, ularning uyingizga kirishni talab qilishga haqqi yo'q. Istisno holatlar mavjud. Masalan, agar uyda jinoyat sodir bo'layotgan bo'lsa yoki jinoyat izlari yo'q qilinayotgan bo'lsa, yoxud inson hayoti yoki sog'lig'iga real xavf tug'ilgan bo'lsa. Ammo bunday holatlarda ham ular keyinchalik prokurorga xabar berishlari shart. Misol uchun, sizning qo'shningiz janjal qilayotgan bo'lsa va undan yordam so'rab murojaat qilishsa, lekin politsiya sizning eshigingizni taqillatib, qidiruvdagi shaxs bor desa, siz hujjat talab qilishga haqlisiz. Agar ular sud qarorini ko'rsata olmasalar, eshikni ochishga majbur emassiz. Hatto agar ular bizda tezkor ma'lumot bor deyishsa ham, siz qonuniy asosni talab qiling. Kommunal xizmatlar bor xodimlari, gaz, svet, suv, ular odatda hisoblagichlarni tekshirish, ko'rsatkichlarni olish, profilaktik ta'mirlash ishlarini o'tkazish yoki qarzdorlik bo'yicha ogohlantirish uchun kelishadi. Ular uyingizga kirishlari uchun sizning ruxsatingiz shart. Agar siz ularga eshikni ochmasangiz, ular majburlab kira olmaydi. Biroq agar sizda katta qarzdorlik bo'lsa va siz uzoq vaqt ularning ogohlantirishlariga e'tibor bermagan bo'lsangiz, ular sud orqali sizning uyingizdagi ta'minotni uzish yoki majburiy undiruv choralarini ko'rish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Ammo bu ham sud qarori asosida amalga oshiriladi. Eshikni buzib kirish orqali emas. Masalan, sizda 3 oylik elektr energiyasi qarzi bor. Energiya ta'minot idorasi xodimlari kelib, sizdan uyni ichkaridan tekshirishni, hisoblagichni ko'rishni talab qilishadi. Agar siz o'zingiz ularni kiritmasangiz, ular sizga ogohlantirish xati berishadi. Keyinroq yana kelishadi. Agar holat takrorlansa, ular sudga murojaat qilishlari mumkin. Sud qarori bilan kelgan taqdirdagina siz ularni kiritishga majbur bo'lasiz.
Lekin sud qarorisiz faqat xodimning bizni kiritmasangiz svetni o'chiramiz degan gapi bilan eshikni ochish shart emas. O't, soliq inspeksiyasi xodimlari, soliq organlari odatda uyda tadbirkorlik faoliyati olib borilayotgan holatlarda yoki ijara shartnomalari bo'yicha soliq tushumlarini tekshirish uchun kelishi mumkin. Ular ham sizning uyingizga kirishlari uchun sizning roziligingiz yoki sudning tegishli qarori bo'lishi shart. Agar siz uyingizda ro'yxatdan o'tmagan tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz, masalan, novvoyxona, tikuvchilik sexi yoki kosmetologiya xizmati ko'rsatib, davlat ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, ular tekshiruv o'tkazishga va jarima solishga haqli bo'lishi mumkin. Ammo bu ham qonuniy tartibda, ya'ni tegishli hujjatlar bilan kelishi kerak. Agar ular shubha asosida kelsalar ham, sizga hujjat ko'rsatmasalar, eshikni ochmasligingiz kerak. Masalan, sizning uyingizda noqonuniy ravishda kichik mebel sexi faoliyat yuritayotganini qo'shnilar soliq idorasiga xabar berishdi. Soliq inspektori kelib, uyingizni tekshirishni talab qiladi. Agar uyingizdan ishlab chiqarish jihozlari topilsa va sizda tegishli hujjatlar, ro'yxatdan o'tish guvohnomasi, ruxsatnomalar bo'lmasa, sizga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 1065 moddasi, faoliyatni litsenziyasi yoki ruxsatnomasi amalga oshirish bo'yicha jismoniy shaxslar uchun bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravardan 7 baravarigacha, ya'ni 6,6 million so'mdan 33 million so'mgacha jarima solinishi mumkin. Bu jarima miqdorlari jiddiy. Shuning uchun juda ehtiyot bo'lish kerak. Mahalla faollari va profilaktika inspektorlari. Ular odatda aholining ijtimoiy maishiy sharoitlarini o'rganish, oilalardagi ahvolni nazorat qilish, jinoyatchilikni oldini olish maqsadida tashrif buyurishadi. Ularning uyga kirishga majburlovchi huquqlari yo'q. Ular sizning ruxsatingiz bilan kirishlari mumkin. Agar siz ularga eshikni ochishni istamasangiz, buning uchun sizga hech qanday javobgarlik belgilanmaydi. Ammo agar ular, masalan, voyaga yetmagan bolalarning huquqlari buzilayotgani yoki oilaviy zo'ravonlik holatlari mavjudligi haqida asosli shubha bilan kelishsa, u holda ular ichki ishlar organlarini jalb qilishlari mumkin va shu yo'l bilan qonuniy tartibda tekshiruv o'tkazilishi mumkin. Biroq bu ham sizning xonadoningizga sud qarorisiz shunchaki kirib kelib, biz profilaktika maqsadida keldik deyishlari uchun asos bo'la olmaydi. Siz ularni eshik oldida qabul qilib ma'lumot berishingiz mumkin, ammo uyga kiritish majburiy emas. Xo'sh, kimlar tashvishlanishi kerak? Nodavlat ro'yxatdan o'tgan shaxslar yashayotgan xonadon egalari, propiska masalasi. Agar sizning uyingizda doimiy yoki vaqtinchalik ro'yxatmagan shaxslar yashayotgan bo'lsa, bu ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 2 va 23 moddasi, pasport tizimi qoidalarini buzish bo'yicha javobgarlikka sabab bo'ladi. 1-marta aniqlanganda BSHMning 5 baravaridan 10 baravarigacha, ya'ni 1,6 so'mdan 3,3 so'mgacha jarima solinishi mumkin. Takroriy holatlarda esa jarima miqdori 2 baravar oshib, hatto ma'muriy qamoqqa olish ham nazarda tutilgan. Bu tekshiruvlar ko'pincha profilaktika inspektorlari va mahalla faollari tomonidan amalga oshiriladi. Ular uyingizga kirishni talab qilganda sizdan hujjat talab qiling, lekin agar ular ro'yxatdan o'tmagan shaxs borligi haqida asosli dalillar bilan kelishgan bo'lsa, vaziyat jiddiylashishi mumkin. Noqonuniy tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchilar, yuqorida aytib o'tganimizdek, agar siz uyda ro'yxatdan o'tmasdan biznes yuritayotgan bo'lsangiz, soliq organlari va boshqa nazorat qiluvchi organlar tomonidan jarimaga tortilishingiz mumkin. Bu nafaqat jarima, balki noqonuniy olingan daromadlarni musodara qilishga ham olib kelishi mumkin. Kommunal xizmatlarga katta qarzdorligi borlar, agar siz uzoq vaqt davomida gaz, svet, suv uchun to'lovlarni amalga oshirmagan bo'lsangiz, ta'minot uzilishidan tashqari sud orqali qarzingizni undirish choralari ko'rilishi mumkin. Bu esa qo'shimcha sud xarajatlari va ijro yig'imlariga sabab bo'ladi. Uy joyni ijara shartnomasi tuzmasdan ijaraga beruvchilar. Agar siz uyingizni ijaraga bergan bo'lsangiz, lekin tegishli ijara shartnomasini soliq organlarida ro'yxatdan o'tkazmagan bo'lsangiz, bu ham soliq qonunchiligini buzish hisoblanadi. Bunda ham soliq organlari tekshiruv o'tkazishi va sizga jarima solishi mumkin. Ijaradan olingan daromadni yashirish maqsadida shartnoma tuzmaslik yoki ro'yxatdan o'tkazmaslik juda keng tarqalgan holat, lekin bu jiddiy moliyaviy oqibatlarga olib keladi. Misol uchun, siz kvartirangizni oyiga $300 evaziga ijaraga bergansiz. 1 yil davomida
hech qanday shartnoma tuzmadingiz va soliq to'lamadingiz. Soliq idorasi bu haqida ma'lumot oldi va kelib sizni tekshirishni talab qildi. Agar sizda shartnoma yo'qligi aniqlansa, sizdan nafaqat to'lanmagan soliqlar undiriladi, balki BXMning 5 baravaridan 10 baravargacha jarima solinishi mumkin. Ya'ni 1 million 620 ming so'mdan 3 million 300 ming so'mgacha. Bu uncha katta ko'rinmasligi mumkin, lekin buni noqonuniy olingan daromadni yashirganlik uchun qo'llaniladigan choralar bilan qo'shilsa summa ancha jiddiylashadi. Kimlar ortiqcha xavotirlanishi shart emas. Qonunlarga rioya qiluvchi fuqarolar, agar sizning uyingizda barcha ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, kommunal to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirsangiz, noqonuniy tadbirkorlik bilan shug'ullanmasangiz, asosan siz tashvishlanishingiz shart emas. Sizning uy daxlsizligingiz Konstitutsiya tomonidan himoya qilingan. Ammo shunga qaramay qonuniy huquqlaringizni bilish va ularni himoya qila olish har bir fuqaro uchun zarurdir. Chunki ba'zida hatto to'g'ri bo'lsangiz ham o'z huquqlaringizni bilmaslik sababli noo'rin jarimalarga duch kelishingiz yoki noqonuniy talablarga rozi bo'lib qolishingiz mumkin. Bu yerda ayniqsa tekshiruv o'tkazuvchining maqsadini aniq bilish va uning hujjatlarini diqqat bilan o'rganish juda muhimdir. Endi qoidalardagi istisnolar, e'tiborsiz qoldirilishi mumkin bo'lgan tuzoqlar va ko'pchilik bilmaydigan noaniq jihatlar haqida gaplashamiz. Bu qism ayniqsa muhim. Chunki ba'zi holatlarda qonuniy organlar sizning uyingizga sizning ruxsatingizsiz kirishga haqli bo'lishi mumkin. Ammo buning ham o'ziga xos tartiblari bor. Birgi, favqulodda holatlar, ekstremal vaziyatlar bu eng muhim istisno. Agar sizning uyingizda yong'in sodir bo'lsa, gaz sizib chiqsa, tabiiy ofat natijasida bino qulash xavfi tug'ilsa, yoxud inson hayoti, sog'lig'i yoki mol-mulkiga bevosita xavf tug'ilsa, masalan, kimdir o'z joniga qasd qilishga urinayotgan bo'lsa, yoki uy ichida jiddiy janjal bo'lib, inson tan jarohati olayotgan bo'lsa, tegishli xizmatlar, yong'in xavfsizligi, gaz xizmati, tez yordam, politsiya, sud qarorisiz ham uyingizga kirishga haqli. Bunday hollarda ularning asosiy maqsadi odamlarning hayotini saqlab qolish yoki falokat oqibatlarini bartaraf etish. Ular bu huquqdan foydalanib kirganda ham ularning harakatlari qonun bilan belgilangan doirada bo'lishi shart. Ya'ni ular xavf bartaraf etilgach uydan chiqib ketishlari kerak va o'z vakolatlaridan chetga chiqib boshqa tekshiruvlarni o'tkaza olmaydi. Misol uchun sizning qo'shningiz sizning uyingizdan gaz hidi kelayotganini sezib, gaz xizmatiga qo'ng'iroq qildi. Gaz xizmati xodimlari favqulodda holat deb hisoblab, siz eshikni ochmasangiz ham yong'in xavfsizligi xodimlari bilan birga eshikni buzib kirishga haqli. Bu vaziyatda sizga hech qanday javobgarlik yuklanmaydi. Aksincha, ular sizning hayotingizni saqlab qolishga harakat qilishgan bo'ladi. Ammo ular gaz sizilishini bartaraf etgach, uyingizni boshqa maqsadlarda, masalan, ro'yxatdan o'tmagan shaxslarni qidirish uchun tekshira olmaydi. 2. Soxta hujjatlar va vakolatdan suiiste'mol qilish. Afsuski, bugungi kunda firibgarlar ham, ba'zida esa o'z vakolatini suiiste'mol qiluvchi shaxslar ham uchrab turadi. Kimdir sizga o'zini xizmat xodimi deb tanishtirib, soxta guvohnoma ko'rsatishi mumkin. Yoki haqiqiy xodim bo'lsa-da, sud qarorisiz yoki boshqa asoslarsiz uyingizga kirishni talab qilishi mumkin. Shuning uchun har doim eshigingizni taqillatgan shaxsning shaxsini va vakolatini juda sinchkovlik bilan tekshiring. Eshik orqasidan uning xizmat guvohnomasini ko'rsatishni so'rang. Agar imkon bo'lsa, eshikdagi teshikcha glazok orqali yoki shisha orqali guvohnomaning fotosuratini oling. Guvohnomadagi ism-sharif, lavozim, xizmat tashkilotini eslab qoling yoki yozib oling. Shundan so'ng tashkilotning rasmiy telefon raqamiga, masalan, milliy politsiya uchun yoki kommunal xizmatlarning ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qilib, ushbu xodimning haqiqatan ham u yerda ishlashini va ayni paytda sizning manzilingizga yuborilganligini tekshirib ko'ring. Agar ular noqonuniy talablar qo'ysa yoki tahdid qilsa, ularning harakatlarini video yoki audio yozuvga oling. Bugungi kunda deyarli har birimizda smartfon bor. Undan foydalanishdan cho'chimang. Bu sizning o'z huquqlaringizni himoya qilishdagi eng kuchli dalillardan biri bo'lishi mumkin. Guvohlar, xolislar ishtiroki. Qonunga ko'ra aksariyat tekshiruvlar, ayniqsa tintuvlar va ko'zdan kechirishlar kamida 2 nafar xolislar guvohlar ishtirokida o'tkazilishi shart. Xolislar tekshiruvga aloqador bo'lmagan betaraf shaxslar bo'lishi kerak. Ular tekshiruv jarayonining qonuniyligini tasdiqlovchi shaxslardir. Agar sizning uyingizga biror organ vakili kirishni talab qilsa va hech qanday xolislar bo'lmasa, bu tekshiruv qonuniy hisoblanmaydi.
siz ulardan xolislar chaqirishni talab qiling. Agar ular xolislarsiz kirib biror narsa topib olishsa yoki sizga jarima qo'llashsa, bu dalil sud tomonidan haqiqiy deb topilmasligi ehtimoli juda yuqori. Misol uchun, politsiya xodimlari sizning uyingizga keldilar va sud qarorini ko'rsatishdi. Ular uyda qidiruv o'tkazishni boshlashdi, lekin atrofda hech qanday guvohlar yo'q. Siz darhol ulardan guvohlar chaqirishni talab qiling. Aks holda ularning barcha harakatlari qonuniy kuchga ega bo'lmaydi. 4. Eshikni ochishdan bosh tortish va uning oqibatlari sizning ruxsatingiz yoki sud qarorisiz hech kim uyingizga kira olmaydi. Agar siz eshikni ochishdan bosh tortsangiz, qonuniy organlar o'z vazifalarini bajarishdan to'xtamaydi. Ular sudga murojaat qilib uyga kirish uchun ruxsat olishlari mumkin. Keyinroq sud qarori bilan kelishadi va bu holatda siz ularni kiritishga majbur bo'lasiz. Agar sud qaroriga qaramay eshikni ochmasangiz, ular eshikni buzib kirish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Lekin bu juda kam uchraydigan holat va faqat o'ta jiddiy holatlarda. Muhimi shundaki, siz eshikni ochmaslik orqali o'z huquqingizni himoya qilgan bo'lasiz, ammo bu vaziyatni hal qilishning keyingi bosqichlarini ham bilishingiz kerak. Ya'ni ular sizning qarshiligingizni qayd etib, qonuniy choralar ko'rish uchun harakat qilishadi. Eshikni ochmaslik bu sizga vaqt beradi. Bu vaqt ichida siz advokat bilan bog'lanishingiz, holatni tushunishingiz va o'zingizni himoya qilish uchun chora ko'rishingiz mumkin. 5. Kvartiralar va hovlilar o'rtasidagi farq. Ko'p qavatli uylardagi kvartiralar va shaxsiy hovlilar uchun uy daxlsizligi qoidalari bir xil. Ammo ba'zi amaliy farqlar mavjud. Masalan, hovlida eshikni ochmasdan turib ham hovlining ichidagi ba'zi joylar, masalan, tashqi hisoblagichlar, tashqi devorlar xodimlar tomonidan ko'zdan kechirilishi mumkin. Ammo uyingizning ichiga, ya'ni yashash maydoniga kirish uchun baribir yuqorida aytilgan qoidalar amal qiladi. Shuningdek, hovlida yashayotganlar uchun noqonuniy qurilishlar yoki yer uchastkasidan maqsadga muvofiq foydalanmaslik masalasi ham dolzarb bo'lishi mumkin. Bu holatlarda ham tekshiruvlar qonuniy asosda va tegishli hujjatlar bilan o'tkazilishi shart. 6. Ma'muriy tekshiruv va jinoyat ishi doirasidagi tekshiruv o'rtasidagi farq. Bu ikki turdagi tekshiruvlar huquqiy jihatdan tubdan farq qiladi. Ma'muriy tekshiruvlar, masalan, kommunal xizmatlar, soliqlar bo'yicha ko'pincha sizning roziligingiz bilan yoki ba'zi hollarda sudga murojaat qilish orqali amalga oshiriladi. Jinoyat ishi doirasidagi tekshiruvlar, tintuv, ko'zdan kechirish esa faqat sudning ajrimi asosida amalga oshiriladi va juda qat'iy tartib qoidalari bilan cheklangan. Jinoyat ishi doirasida uyingizga kirish uchun sudning ruxsatini talab qilish sizning asosiy huquqingizdir. Ma'muriy jarayonlar bo'yicha esa, masalan, agar kommunal xizmatlar xodimlari sizdan hisoblagichni ko'rishni talab qilsa, lekin siz ularga kirishga ruxsat bermasangiz, ular to'g'ridan-to'g'ri sudga murojaat qilib, majburiy kirishga ruxsat olishlari mumkin. Bu vaziyatda sizga qarshilik ko'rsatganingiz uchun qo'shimcha javobgarlik yuklanmaydi. Ammo xizmatlarni taqdim etuvchi kompaniya o'zining qonuniy huquqini himoya qilishi mumkin. Endi eng muhim qismga keldik. Agar sizning eshigingiz taqillatilsa, nima qilishingiz kerakligi bo'yicha aniq amaliy ko'rsatmalar. Bu qadamlar sizni qonunsiz harakatlardan himoya qilishga va o'z huquqlaringizni himoya qilishga yordam beradi. 1. Shoshilmang va eshikni darhol ochmang. Bu eng birinchi va eng muhim qoidadir. Eshikni ochishdan oldin kim kelganini va nima maqsadda kelganini aniqlang. Eshikdagi teshikcha orqali qarang yoki eshikni sal ochib, agar zanjir bo'lsa, so'rang. Ikki shaxsni aniqlang va hujjat talab qiling. O'zini tanishtirishni, ism-sharifi, lavozimi va qaysi tashkilotdan ekanligini aytishini so'rang. Xizmat guvohnomasini ko'rsatishni talab qiling. Guvohnomani diqqat bilan o'rganing. Fotosuratiga, amal qilish muddatiga, muhriga e'tibor bering. Agar imkon bo'lsa, uni fotosuratga oling. Agar u sud qarori, tintuv protokoli, tekshiruvga ruxsat beruvchi boshqa rasmiy hujjatlar bilan kelgan bo'lsa, ularni ham ko'rsatishni talab qiling. Hujjatda sizning manzilingiz, tekshiruv maqsadi aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak. O't maqsadini aniqlang. Uning nima maqsadda kelganini aniq so'rang. Agar u umumiy gaplar bilan cheklansa, tekshiruv, profilaktika aniqlashtirishni talab qiling. Qanday tekshiruv, nima sababdan aynan sizning uyingizga kelishgan? 4. Guvohnomasini tekshiring. Imkon bo'lsa, agar sizda shubha tug'ilsa, u aytgan tashkilotning ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilib, ushbu xodimning haqiqatan ham u yerda ishlashini va sizning manzilingizga yuborilganligini tasdiqlab oling. Agar bunday imkoniyat bo'lmasa,
uni video tasvirga oling. 5. Qonuniy asoslarsiz eshikni ochmang. Agar kelgan shaxs sud qarorini yoki boshqa rasmiy hujjatlarni favqulodda vaziyatlar bundan mustasno ko'rsata olmasa, siz unga eshikni ochmaslikka haqlisiz. Uy daxlsizligi sizning konstitutsion huquqingiz. 6. Xolislar, guvohlar ishtirokini talab qiling. Agar uyingizga kirish talab qilinsa va tekshiruv o'tkazilishi kutilsa, kamida 2 nafar xolislar ishtirok etishini talab qiling. Xolislar tekshiruvga aloqador bo'lmagan betaraf shaxslar bo'lishi shart. Agar xolislarsiz tekshiruv boshlansa, darhol noroziligingizni bildiring va buni qayd etishni talab qiling. Yetadi. Harakatlarni video va audio tasvirga oling. Sizning uyingizga kelgan shaxslarning harakatlarini, ular bilan bo'lgan suhbatni video yoki audio tasvirga olishingiz mumkin. Bu sizning huquqingizni himoya qilishda juda kuchli dalil bo'lishi mumkin. Tasvirga olishni boshlashdan oldin men sizning harakatlaringizni va suhbatimizni video kalogi tasvirga olmoqdaman deb ogohlantirishingiz maqsadga muvofiq. 8. Agar sizni majburlab kiritsa, agar barcha urinishlaringizga qaramay, ular qonunsiz ravishda uyingizga kirishsa, masalan, eshikni buzib, ularga jismoniy qarshilik ko'rsatmang. Ammo ularning harakatlarining qonunsiz ekanligini baland ovozda ayting. Hamma narsani videoga oling va darhol 1002 raqamiga politsiya yoki prokuraturaga qo'ng'iroq qiling. Barcha dalillarni saqlab qoling. 9. Shartnomalar va hujjatlarni tartibda saqlang. Kommunal to'lovlar uchun kvitansiyalar, ijara shartnomalari, mol-mulk hujjatlari, ro'yxatdan o'tish bilan bog'liq hujjatlarni har doim tartibda saqlang. Tekshiruvchilar hujjat talab qilganda siz ularni tezda taqdim eta olishingiz kerak. 10. Advokat yordamidan foydalaning. Agar vaziyat jiddiylashsa, jarima qo'llansa yoki boshqa huquqiy oqibatlar yuzaga kelsa, malakali advokat yordamidan foydalaning. Advokat sizning huquqlaringizni himoya qilishda eng yaxshi maslahatchi va vakil bo'la oladi. 11. Jarimalarga e'tiroz bildirish. Agar sizga jarima qo'llansa, bu qarorga e'tiroz bildirish huquqingiz bor. Jarima protokoli yoki qarorni olgan kuningizdan boshlab odatda 10 kun ichida yuqori turuvchi organga yoki sudga shikoyat qilishingiz mumkin. Shikoyat arizasini 2 nusxada tayyorlang. Birini topshiring va ikkinchi nusxasiga qabul qilgan shaxsning familiyasi, imzosi va sanasini qo'ydirib oling. Unda jarimaning norin ekanligini asoslab bering. Agar mavjud bo'lsa, videoyozuvlar, guvohlik ko'rsatmalari kabi dalillarni ilova qiling. Qayerga murojaat qilish kerak? Ichki ishlar organlarining noqonuniy harakatlar bo'yicha prokuratura, shaharcha, tuman, viloyat darajasida yoki O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi. Shuningdek, Ichki ishlar vazirligining ishonch telefonlari mavjud. Kommunal xizmatlar xodimlarining norin talablari bo'yicha tegishli kommunal xizmat ko'rsatish tashkilotining yuqori turuvchi rahbariyatiga yoki Energetika vazirligi, Oyjoy kommunal xizmat ko'rsatish vazirligining ishonch telefonlariga. Soliq inspeksiyasi xodimlarining harakatlari bo'yicha Davlat soliq qo'mitasining ishonch telefoni yoki bevosita tuman qahar soliq inspeksiyasining yuqori turuvchi rahbariga. Umumiy huquqiy maslahat va yordam uchun Advokatlar palatasi orqali malakali advokat toping. Shuningdek, Adliya vazirligi tizimidagi yuridik xizmat markazlariga murojaat qilishingiz mumkin. Aziz do'stlar, bugun men sizga juda nozik va shu bilan birga nihoyatda muhim bo'lgan uy daxlsizlik huquqi tekshiruvlar va jarimalar haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qildim. Esda tuting, bilmaslik qonundan ozod etmaydi, lekin o'z huquqlarini bilish sizni ko'plab muammolardan himoya qiladi. Hech kim sizning konstitutsion huquqlaringizni buzishga haqli emas. Vaziyat qanchalik murakkab bo'lmasin, xotirjamlikni saqlang, qonuniy choralar ko'ring va huquqiy yordamdan foydalanishdan cho'chimang. O'zingizni va yaqinlaringizni himoya qiling. Umid qilamanki, ushbu video siz uchun foydali bo'ldi. Siz bu mavzu bo'yicha nima deb o'ylaysiz? Bunday holatlarga duch kelganmisiz? O'z fikr va tajribangizni izohlarda yozib qoldiring. Men ularni albatta o'qiyman. Videoga like bosishni unutmang va kanalimizga obuna bo'ling. Chunki hali ko'plab muhim va foydali ma'lumotlar bilan bo'lishaman. E'tiboringiz uchun rahmat va keyingi videolarda ko'rishguncha